Assalomu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmməd Minəli Əfəndi 12 sentabr günü təminləş zənciri Minisi xəbər toruning ziyoratini qəbul qılıb, Şərq Türkistandakı zulmni anlatdı. Muxbirning Şərq Türkistan sürgündü hökuməti haqida və qachon vəzifə alğanligi to'g'risida so'ragan savoliga javob berib, Şərq Türkistan sürgündü hökuməti xalqaralıq siyasi gavda bo'lib, 20 asrda 2 qatim qurilgan Şərq Türkistan sürgündü hökumətini əsliga keltirishni tashabbus qiladi. Uning markazi Amerikaning poytaxti Washingtonda. Kelgusida mustaqilligimizni, egilik huquqimizni asliga keltirishni, ulus bo'lishimizni maqsad qildi. Bu haqiqatan qiyin. Ayni vaqtda muhim bir tur. Hammamiz uchun muhim. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti barlıq tarixiy jarayonlarni o'z ichiga oladi dedi. Muxbir, hökumət, parlament a'zolari dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan a'zolardan tarkib topadi. Shundaqmi? deb so'rganda shundaq. Bizning parlament a'zolarimiz dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan o'rtaq nishonga yetish uchun birlikda harakat qiladigan a'zolar deb javob berdi. Muxbir, davlatingizni Xitoy Sharq Turkiston deb atashni rad qiladi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydi, shundaqmi? deb so'rganida shundaq. Uyg'urlar yangi territoriya degan ma'noda keladigan mustamlika nom Şinjanni rad qiladi. Bu Sharq Turkistonning mustamlika qilinganlik o'tmishini, realligini ko'rsatadi. Biz Şinjanning o'rniga Sharq Turkistonni qo'llanishni tanlaymiz va tavsiya qilamiz. Bu ism to'qilma emas, osmondan tushgan emas, yoki birdilla o'tirg'i chiqib qolgani yo'q. Bizning siyosiy tariximizda 2 qatim mavjud bo'lgan, 2 qatim hukumat qurilganligini ko'rsatadigan ism. 20 asrdagi to'liq tashakkulli hukumat mavjudligiga vakillik qiladi. Biz siyosiy kurash orqali bu ismni asliga keltirmoqchi. Bu bizning Xitoy bilan bo'lgan yolg'iz til va atalg'idagi kurash bo'lmasdan, balki tarixiy jarayon, siyosiy kurash deb javob berdi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlar rayondagi zavodlarda qul emgakiga selinadi ekan. Hozir ahvoli qanday? Ular yaqinqi yillarda qanday o'zgartib etildi deb so'rganida, vaziyat ahvol haqiqatan nachar. Yaqinqi yillardan beri texmi nacharlashib ketdi. Egallashimizcha, amaliyotda Xitoy irqiy qirg'inchilikni 2016-yili boshlatgan. Millionlab Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aloqador barliq statistikalarda ma'lum bo'lishicha, nihoyatda qo'rqinchli va dahshatli. 3 milliondan 5 milliongacha, balki uningdan ko'proq Uyg'urlar jazo lagerlariga qamalgan. Ba'zilari chekidan oshgan qiynash sababidan hayotidan ayrilgan. Yana ba'zilari organlarini yig'ib olish qilmishining qurboni bo'lib, organlaridan ayrilgan. Xitoyning qayta tarbiyalash harakati orqali ba'zilarining miyasi yuyilib talqin qilingan. Ba'zilari qul emgak zavodlarida qul qilingan. Bu majburiy emgakka silish orqali irqiy qirg'inchilik yurgizish bo'lib, men buni iqtisodiy irqiy qirg'inchilik deb atashni uyg'un ko'rdim. Ular inson qalbidan chiqqan zamonaviy qulluq sharoitida majburiy emgak orqali imkoniyatining yetishicha Xitoyning ta'minlash zanjiridagi mahsulotlarni ishlab chiqardi dedi. Muxbir, Xitoy qilmishlarini e'tirof qilmaydi. Qochib chiqib guvohlik bergan ahvollarmi bor? Haqiqiy ahvol qanday deb so'rganida, Xitoy bu qilmishlaridan tenib oladi, chunki izzat obro'yiga ta'sir etadi. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida diktator deb taniladi. Bundaq bo'lganda, ortayotgan iqtisodiy kuchi bo'lganda ustunlikni egallay olmaydi. Xitoy diplomatik nufuz uchun iqtisodiy pishangdan foydalanadi. Uyg'urlarni qul emgakiga selish ahvolining yo'qligini aytadi. Xitoyning Uyg'urlarni qul emgakiga solganligiga aloqador orqiqlashtirilgan isbotlar bor. Xitoy qul emgaki orqali ishlangan arzon mollarni dunyoning har qaysi joylarida setib, iqtisodiy hokimiyatni qo'lga keltirishni, o'ziga jalb qilishni nishonlaydi. Biri odatdagi iqtisodiy kirim. Xitoyning Temu va uningga o'xshash shirkatlari torda naytma arzon mollarni sotadi. Natijada Amazonga o'xshash shirkatlarga raqobat e'lon qiladi. Xitoy Nike, Adidas va boshqa mashina parchalari shirkati Sony qatorliq cho'ng shirkatlarga bu pishangni berish orqali hukumatning Uyg'urlarni qul emgakiga selishiga qarata sukut qilishga besim qiladi. Masalan, dangliq shirkat hisoblanadigan Olma shirkati Uyg'urlarni majburiy emgakka selish to'g'risida hech qanday bir tushuncha bermadi. Xitoyni markaz qilgan ba'zi to'xtamlashgan shirkatlar Uyg'ur majburiy emgakini ishlatadi. Olma shirkati bu harakatlarni to'xtatish uchun jiddiy qadam olmadi.
Xitoy alma şirketini şiylab, Amerikaga bevosita yoki vositalik turda besim ishlatadi. Xitoy hukumati Amerikadagi manfaatini qo'g'dash uchun shirkatlarni o'zining atrofiga tortadi. Shirkatlar nihoyatda qisqartirilgan emgak o'rinlariga erishadi. Bu Uyg'urlardan foydalanganga o'xshaydi. Xitoy Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali Alma va Google'ga o'xshash shirkatlardan foydalanib, ularni o'z manfaati uchun ishlashga majburlaydi, dedi. Muxbir yaqinda Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni qul amgakiga selish uchun Sharq Turkistonning sirtidagi joylarga yo'tkaganligini uqdi. Bu mahsulotlarning Sharq Turkistondan kelganligiga markazlashishni texmi qiyinlashtiradi, shundaqmi? Uyg'urlarning ahvoli Xitoyning manfaatiga uyg'un keldi. Bu bir paketmi deb so'rganida Cumhur raisimiz doktor Mamtiminali apandi bu paket Sharq Turkistondan Xitoyning ichkari rayonlariga yo'tkab qul amgakiga selish bo'lsa, ogohlantirish beradigan bir paket. Ammo boshqalar buni bilmaydi. Barliq hujjatlar maxfiy saqlanadi. Yana biri hayotiy xatar ichida. Xitoy hech kimni bilmaslik uchun dunyoning diqqatini boshqa yerga buraydi. Qul amgaki yo'lga qo'ydi. Arzon mollarni ishlab chiqarib sotadi. Shunda qilib Xitoy imkon qadar Uyg'ur majburiy amgakini ishlatish uchun Xitoyni markaz qilgan kashillarni osonlashtirdi. Bu hareketlerning izini tekshirmak qiyin bo'ladi. Masalan, Zhejiang, Guangdong qatorliq Xitoyning o'lkalarida qanchalik Uyg'urlarning ishlaydiganligini hech kim bilmaydi. Davlatning bu maxfiyatligi har kimga sir. Shunda qilib Xitoy inchga halqiliq jarayondan o'tkazib Amerika hukumatining tamojna mulozimati va boshqa mulozimatlardan saqlab qolalaydi, dedi. Riyosatchi, masalan, Amerikaga yoki dunyoning boshqa joylariga berib, Sharq Turkistondan Xitoydan kelgan mallarni sotib olish uchun shaxsiy tijorat qiladiganlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Shirkatlar qanday qilish kerak? Nimani talab qilasiz deb so'rganida Cumhur raisimiz doktor Mamtimin Ali apandi javob berib, barliq jarayonlarga Uyg'ur majburiy emgakka singan. Ularning og'zidagi gapi boshqa, ishonchsiz so'zlaydi. Masalan, biz axloq doirasi ichida harakat qilyapmiz, hamkorlashyapmiz, majburiy emgak selishdek bunday qilmishlarga yo'l qo'ymaymiz deyishidi. Ammo buning mas'uliyatini ustiga olmaydi. Chunki dunyodagi barliq shirkatlar uchun emgak tanlarga cho'ng bir masala hisoblanadi. Bu ularga g'oyat zo'r bir moliya issi paydo qiladi. Shunga hargizmi pokiz bo'la olmaydi. Majburiy emgakni ishlatgandan bevosita mas'uliyatni ustiga olmaydi. Ular qul emgakiga yoki Sharq Turkiston va ya Xitoyga joylashgan Xitoy shirkatlari yoki zavodlarning o'tikarlari ishlatadigan qul emgaki va shunga o'xshash ishlarga bevosita mas'ul bo'lmaydi. 21-asrdagi insonning tenini shirkindiradigan bunday qilmishlarning mas'uliyatini ustiga olmaslik eng cho'ng bir axloqsizlikdir. Intayin osondagi shirkatlar yerlik axloq qimmat qarashlarini saqlab, inson haqlariga tayinib, yerlik emgak haqlarini yo'qotib qo'yibotidi. Ammo mutlaq ko'p qismi soxtapaz, mas'uliyatsiz, ochko'z. Shu sababdan Xitoy iqtisodiy va siyosiy maqsadlarini, diplomatik ilgirlashlarni ilgari surish uchun vahshiy va axloqsiz usullarni qo'llanadi deb javob berdi. Muxbir, siz bu shirkatlardan dunyoning har qaysi joylaridagi savdoga bo'lgan ta'siridan qayg'uryapsiz. Undaqda siz nima qila olasiz? Qayerga besim ishlatsangiz bo'ladi? Iste'molchilar bilan aloqalasha olamsiz? Hukumatlar bilan aloqalasha olamsiz? Bu yerdagi planingiz nima deb so'rganida Cumhur raisimiz doktor Mamtimin Ali apandi javob berib bundaq dedi. Birinchisi hukumatlar. Bo'libmi Amerika hukumati. Amerika hukumatining Xitoyga besim ishlatib qul emgakini to'xtatishi intayin muhim. Hozirgi sharoitda Xitoy faqatla Amerika hukumatidan ansiraydi. Boshqa davlatlar bilan kor yo'q. Har qanday kishilik huquq tashkilotlari, majburiy emgak tashkilotlari qatorliq tashkilotlar bu masalani jiddiy turda kun tartibga elib kelolmadi. Xitoyga besim qilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, har qaysi inson haqlari komitetlari va murassa qilish organlari buning ichida. Bu qurilishlarning hammasi Xitoyning yanida. Faqat Amerikadan iborat mushu bir davlatlar qonun ramkasi ichida Xitoyga besim qilib qilmishlaridan to'xtata oladi. Nurg'ulg'an o'rinlar tamojnaga va ba'zi muhim o'rinlarga murojaat qilishga ahamiyat bermaydi. Ba'zilari bilmaydi, bilganlarimi ahamiyat bermaydi. Qo'rqinchli bir dunyoda yashayapmiz. Ya'ni pul paxolligi, turmush xarajati va besim degandek. Dunyodagi asosan hamma odam mollarning kelish manbasini bilmaydi. Qul emgakining mahsuloti bo'lishi bilan ularning kori yo'q. Birdan bir unumli chora Amerika hukumati bilan birlikda Xitoyga besim ishlatish.
Amerikani Xitoyga besim qildirish. Bu faqat Amerikaning manfaatiga uyg'un emas. Chunki Amerika shirkatlari buning ta'siriga uchraydi va Xitoy buni siyosiy pishan sifatida qo'llandi. Alma shirkatiga o'xshash ochko'z, axloqsiz shirkatlar orqali Xitoyga besim qilsa bo'ladi. Bunda qilish Amerika uchun muhim ish. Yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, Amerikaning davlat manfaatiga uyg'un. Ahamiyatli bir jarayon deb javob berdi. Muxbir umuman qilib aytganda Sharq Turkistonning mustaqil davlat bo'lishi, o'z-o'zini boshqara oladigan bir gavda bo'lishi, xalqaroning e'tirof qilishi, qonuniy javobgarlikni surishti qilish uchun ko'rsatgan tirishchanliklaringizni va natijalaringizni aytgan bo'lsangiz, siz bu nuqtada ta'laylikmi deganida Cumhur Raisimiz doktor Mamtun Apandi, yo'q, bizning ta'limiz kelmayotidi. Chunki Xitoy yukselyotidi. Xitoy dunyoning shirkatiga aylandi. Amerikaning o'rnini olish xirsini hozir yushirmaydigan bo'ldi. Amerika ichki ziddiyat, kurash va jiddiylik chekinishning ichida qoldi. Xitoy Amerikadan foydalanish uchun Amerikani bir qancha tarafdan ojizlatyotidi. Barliq xalqaro tashkilotlar Xitoyning tahdidlarini xatarlik deb tonimaydi. Buni bilgan taqdirdami, buning uchun diplomatik, siyosiy, harbiy kuchi yo'q. Shu sababdan Uyg'ur qul amgikini bir tarafga qo'yib turayli, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqatni torta olgan bo'lsaqmi, xalqaroning ayblashiga uchramay, yanada davom qilayotganligini aytmoq kishini afsuslantirdi. Majburiy emgakni o'z ichiga olgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish emas, Uyg'ur qul emgakini to'xtatishga diqqatni torta olmadik. Bu nishon amalga oshiriladigan, natijasi ko'riladigan bir jarayon bo'lsa-mu, uzun mezgillik amaliy bir natijaga erisha olmadik. Xitoy Amerikaning va ayni vaqtda Yevropa Birligining tanqidiga pisandmi qilmadi. Qilmishlarini to'xtata olmadi. Agar dunyo diqqatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga va Uyg'ur majburiy emgakiga og'dirmay sal qarasa, Xitoy o'xshash vahshiyliklarni O'rta Osiyo va uningdan halqagan joylarda davomlashtirdi. Xitoyning tahdidi yolg'iz Uyg'urlarga emas, balki boshqalarni nishon qildi. Xitoyning razil hokimiyati yolg'iz Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish bilan to'xtab qolmaydi. Rayondagi va rayondan halqagan joylarning, shundaqla Amerikaning barliq manfaatini ziyonga uchirdi. Bu faqat Uyg'urlarga munosabatlik emas. Yolg'iz Uyg'urlar uchun qo'rqinchli ahvol ekanligiga diqqat qilishdan halqagan ahvol. Bu qilmishlar Xitoy dunyoning ko'zining oldida qilayotgan qo'rqinchli vahshiyliklar deb atalgandan ziyoda vahshiy va haqiqatanmi andishiga soladigan qo'rqinchli qilmishlardir dedi. Vatan sharifini, el-yurt izzatini, o'z sharifi va izzatidan a'lo bilish shuuri yetilmaganlardan mo'rti kelganda vatanni eshak savdosiga aylantirib yetishdan yanmaydiganlardan hech qachon vatanga vafo qilish kutilmaydi. Bundaqlar vatan suyay desimi suyalmaydi. Chunki qandoq suyish kerakligi ongdan ko'tarilib ketgan yoki aslida undaq bir urug' zihniyatiga selinmagan. Bu yana ko'z oldidagi foydani ko'zlab siyosat qilayotgan birilarining dasmoyi silib berishi badaliga uning rizosiga uyg'un qadam ilishni vatanga xizmat deb jar solayotganlar uchunmi har turli diniy va milliy kultur qadriyatlardan chumbal hisob da'vo sahnasida ig'anishayotganlarga noz qilayotgan yoki taxskashlik bilan kun o'tkazayotganlar uchunmi tegishlikdir. Hammasi o'ziga da'vo qilayotimiz tasallisi berishidi. Erishayotganlarning qo'liga kelgan imkoniyatlarining aslida vatanning izzatining dafsanda bo'lishidan, uning ahlining yashayotgan eg'izda olg'usiz xo'rliqlarining tilga ilinishi, uni bir tovar misoli siyosat dasturxonlariga to'kishi badaliga erishayotganligini anqirib o'ltirishmaydi. Kishini eng achindirdigani buning nom atqining da'voni anglitish bo'lib kelayotganligi bo'lib, vatanda bo'layotgan dafsandichilikning siyosiy atalg'ulardagi o'rnini bekitib, shu asosda til ishlatib doklad sunish o'rniga deganlar axloqiy jihatga ko'rilayotgan xo'rliqlarni, bosqinchiliklarni so'zlash bular uchun texmi da'vo anglatganlik tuyuladigan bo'lib ketadi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.